o'rta kafelada choy 70 ming. Mana shu videoni Instagramda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Ukajonimlarga yaxshigina gapiribdilar. Va akalar, menlarchi odamlar yashaydigan joy ekanda, to'g'risi men ishlamayapman odamlar yashaydi deganiga, chunki qadam olyapsizlar. Shuncha pulda bizga ham aytinglar, unaqa ko'p olmaymiz, ozgina olsak yetadi. Bir xonali kvartirani narxini so'radik. To'g'risi haligi miyamda chiqib qoldi, kalkulyator mayli, astag'firulloh deb turibman. Eshitganim uchun qulog'imda налоговый bosmasmikin, so'mda uncha pul bormi, yo'qmi deb. To'g'risi, qanaqa joyda ishlash kerak odam, qanaqa yilda qaysidir kunida tug'ilgan bo'lish kerakmi bu yerdan uy olish uchun yoki Scrooge Magday bo'lish kerakmi muchalik. To'g'risi, yo sizlar 12 yil o'qiganmisizlar maktabda yo 0-oydan boshlab sinfkom bo'lganmisizlar. To'g'risi, ustimda umuman original narsa yo'qda, to'g'risi. Scrooge Magday degan joy bor va shu gaplarni topib qo'yibsiz, gap yo'q. Lekin siz o'ylaganchalik vahima qiladigan darajada emas. To'g'ri, uylar qimmat bo'lishi mumkin. Qimmat haqiqatda sotib olishga bu uylarda yashab ko'rish imkoniyatini biz bera olamiz. Bemalol quyidagi raqamlarga telefon qiling. Oila bilan, do'stlar bilan kelib, o'sha vibe, Boulevard, Toshkent City ning markazini, vibe-ni, bu yerdagi komfortni his qilib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin bir narsa aytaman. O'ta kafelada choy 70 ming.